Yo'q, bo'lishi mumkin emas deyishingiz mumkin. Bu videomiz boy akalarimga emas, aynan o'zimizga o'xshagan jaydari bolalar uchun. BYD Chazor haqida gaplashamiz bugun do'stlar. Ma'lumot o'rnida aytib o'tamiz. Bu mashinamiz sotuvga kelganda qo'yib berdik 2 kun, $100 ham narxidan tushmagandilar. Oxiri o'zimga sotib ketdilar. Mashinani minib ko'rdim 2-3 kun. Haqiqatan menga yoqqani uchun o'zim sotib oldim. Sizlarga bo'lashaman do'stlar. Ko'rib chiqamiz. Bu BYD Chazorimiz 302 million 300 ming so'mligi bo'ladi do'stlar. Komforti bo'ladi. Ya'ni 360 gradus kameralari, hop 120 kilometr elektrda yurar ekan, haqiqatan yurib ko'rdim. Keyin borku elektrik tugagandan keyin o'zi avtomatik benzinga o'tar ekanda, benzin sarfi 100 ga 308 ekan. 308 konkretni yurib ko'rdim. 4 litr ham deyin. Bu BYD Chazorimizni polni bosib o'tadigan masofasi bor. Elektr bilan benzinni qo'shganimizda 1235 kilometr yurar ekan. Bu Chazorimiz 1235 kilometr yurar ekan, bitta polni zapravka bilan. Ya'ni 120 kilometr tokda, yana qolgani benzinda yurar ekan 1235. 308 sarf qilar ekan. Endi qaranglar. Xo'p, tok tugab qolgandan keyin 60 tezlikgacha yuryapman-da. 60 tezlikgacha yurgandan keyin bu mashinamizda o'zi zaryadga qilyapti-da mashinani. O'zi zaryadga qilyapti-da, keyin avtomatik yana elektrga o'tib harakatlanib ketadi. Qarang, zo'ra lekin. Mana sizga o'xshab elektr mashinalarga qiziqmasin. Bu elektr emas. Bu 5 atmosferli motori ham bor, keyin elektronika motori ham bor. Do'stlar, elektrda yuraman desangiz pastayani 40 ming 45 ming so'm pulga borku 120 kilometr yurar ekan, lekin tezligi bor, vobshe zo'r ekan. 703 sekundami 708 sekundda 100 ga chiqib qolar ekan. To'g'ri, Malibu Premierlarniki 7 sekundku, undan ko'ra sal kamroq, lekin vobshe surishi zo'r ekan. Haqiqatan menga yoqdi. Mana do'stlar, hozir mashinamiz ochiq holatda turibdi, elektrda turibdi. Polni pechka-mechka hammasi ishlab turibdi. Biz hozir harakatlanadigan bo'lsak, 22 gradus mana elektr turibdi. 22% dan tushib ketadi-da, keyin motor ishga tushar ekan. Motor ishga tushgandan keyin 60 km/soat ichida yuradigan bo'lsangiz, 60 km, yana o'ziga zaryadga yig'ar ekanda elektrga. Yiqqandan keyin yana elektrda ishga tushar ekan. Tushgandan keyin bemalol yana harakatlanib ketaverar ekansiz. Shuni hisobidan menimcha 3 litr ham yesa kerak. Chunki 120 km sarflab bo'lgandan keyin tokda benzinda yurasiz-ku, benzin sarf qilayotgan vaqtda ham elektrni to'ldirib borar ekan. Keyin avtomatik yana elektrga o'tkazib turib, yana haydab ketsangiz bo'laverar ekan. Xo'p, motordan ko'ra elektrikda yuradigan bo'lsa, vobshe tez yurar ekan mashina bor, haqiqatan. Lekin monitorlari ham zo'r ekan. Mana tepaga, pastga, xullas zamonaviy mashina. To'g'ri, biz Gentra Cobalt'da yuramiz. Uni narxlari bunikiga nisbatan arzonroq bo'lishi mumkin, lekin ozgina pul qo'yib turib shu mashinani oladigan bo'lsangiz, benzin sarfidan, nima deydi, gaz sarfidan qutulgan bo'lasiz, to'g'risi. Ichlari ham komfort, zo'r. Haqiqatan hamma narsa bor, hamma joylarda airbag bor. O'zingiz sog'lig'ingiz kerak-ku. To'g'rimi? Mana bu stoykalarda ham bor, bu stoykalarda ham, orqalarida ham bor. Xullas, inson uchun yaratilgan mashina ekan. Menga haqiqatan yoqqani uchun o'zim naqd pulimga sotib olib, maza qilib minibman. Sizga ham tavsiya qilaman. BYD Chazor haqida kimda qanaqadir ma'lumot bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Arzon birodan uzoqlashmasdan, Arzon biroga podpis tashlab qo'ysangiz, bundan ham boshqa chiroq mashinalar kelib qoladigan bo'lsa, obzor qilib ko'rsatib boramiz.